Go'zallik, bosaver. Kimdir sharmanda bo'lishni xohlayotgan ekan, biz albatta uning bu istagini amalga oshirishimiz kerak. Jisi, bosaver. Agar mashina egasi kelib, mashinasini bir to'da bo'lib o'rab olganimizni ko'rsa yaxshi bo'lmaydi. Qani? Lekin Bos, Jisi. Tezroq bos. Bos. Qani bos. Bosa qol. Voy, bu mashina rostdan ham menga sovg'angmi? Albatta. Mayli, e'tiboringni qadrlayman. Kelajakda albatta shunaqasidan olib berishingga ishonaman. Lekin buguncha bosmay qo'ya qolay. Jisi. Jao, bugun meni tug'ilgan kunim-ku. Yaxshisi ichkariga kiraylik. Mayli. Buguncha uni tinch qo'ya qolaylik. Nima? Bu qanday ovoz? Qanaqasiga? Chiroqlari yondi. Voy, bu axir Aytdim-ku, bu mening senga sovg'am deb. O'tirib haydab ko'rasanmi? Nima deysan? ha, Bora qol. Bo'lishi mumkin emas. Bu takasaltang Van Yuan rostdan ham 10 milliondan qimmatroq mashina sovg'a qildimi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, aytgancha, menda mashina egasini raqami bor. Vanyuang, hozir seni fosh qilaman. Qo'ng'iroq qil. Sen Jao xonim, keyingi safar mashina bilan suratga tushmoqchi bo'lsangiz, iltimos o'zingizni sal bosib oling. Menga yengiltak qizlar aslo yoqmaydi. Sen bu rostdan ham senikimi? Aniqroq aytadigan bo'lsak, mashina endi Jessiga tegishli. Mana. Bo'lishi mumkin emas. Senda buncha pul qayerdan bo'lsin? Mayli. Aslida men boy oilaning merosxo'riman. Shunchaki oldin oilamiz meni kambag'al qilib tarbiyalagan. Boy oilaning merosxo'ri, kambag'al qilib tarbiyalangan. Sen ko'p kino ko'rib yuboribsan shekilli. Bu yerda bir gap borligi aniq. Men o'zimni bosib olishim kerak. Birinchi navbatda mashina Vanyuanga tegishli ekanligini istisno qilamiz. Unda oramizda bunday mashinaga kim egalik qila oladi? Sen to'g'ri javobni birinchi bo'lib istisno qildingmi? Tijorat ko'chasining menejeri Lu Haifeng. Vanyuang, sen hozirgina Lu Haifengni uchratding. To'g'ri. Hammasi tushunarli. Bu mashina aslida Lu Haifengniki. Sen shunchaki uning haydovchisisan. Yo'q. Sen hatto uning haydovchisi bo'lishga ham arzimaysan. Demak, yagona javob sen uning kaliti bilan mashinasini o'g'irlagansan. To'g'ri. Xudoyim-ey. Bunaqa ssenariyni o'ylab topish uchun miya qanchalar aynigan bo'lish kerak-a? Jisya, tezroq tush. nima bo'ldi? Vanyuang katta baloga yo'liqdi. Bu mashina aslida tijorat ko'chasi menejeri Lu Haifengniki ekan. Agar mashinasiga tekkanimizni bilib qolsa, holimizga voy. Qo'ysang-chi. Aytgancha, yodimdan chiqibdi. Bu Ziyun mehmonxonasi bilan shu tijorat ko'chasi ham menga tegishli. Lu Haifeng shunchaki boshqaruvda yordamlashadi. Vanyuang, og'zingni yum. O'lging kelsa bizni aralashtirma. Jisya, tezroq ketdik. Men Lu Haifeng haqida afsonalarni eshitganman. Uning usullari juda dahshatli. Agar hozir ketmasak, kech bo'ladi. Ketdik. Shoshmanglar. Buncha shoshib qayoqqa ketyapsizlar? Ha? Buncha shoshib qayoqqa ketyapsizlar, ha? Janob, siz rostdan ham keldingiz-a? Nima? Kelishim mumkin emasmi? Yo'q, albatta yo'q.
butun boshli Ziyun mehmonxonasi bilan butun tijorat ko'chasi sizga tegishli. Albatta kelishingiz mumkin. Haddingdan oshma. Kim aytdi Ziyun mehmonxonasi bilan tijorat ko'chasi meniki deb? Bularning barchasi ortingizda turgan mana shu insonga tegishli. Tamom bo'ldik. Janob Lu hozirgina Van Yuanni aytgan bema'ni gaplarni eshitgan bo'lsa kerak. Hozir ta'zirimizni beradi. Janob Lu, siz Van Yuanni qidirib keldingiz, shundaymi? To'g'ri. Undan boshqa yana kimni qidirishim mumkin? Xayriyat. Biz uni tanimaymiz. Ha, umuman tanimaymiz. Janob Lu, bizni ishlarimiz bor, keta qolaylik. Ketdik. Yura qolinglar. Janob Lu, savollaringiz bo'lsa, mendan so'rayvering. Van Yuanni bunga aloqasi yo'q. Sendan? Ha, Jessia, u seni oldinga borishi mumkin emas. Van Yuan, sen birinchi ketaver. Men Lin oilasidanman. Menga tegishga jur'at eta olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi, Jessia. Sen avval Sinjao bilan boshqalarning oldiga bor. Men tezda yetib olaman. Ishon. Mayli. Biror gap bo'lsa, menga qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Xo'p. Kichik janob Van, shartnoma chiqarib bo'lindi. Siz faqat shu yerga imzo qo'ysangiz kifoya. Yaxshi o'ynading. Baribir kimligimga hech kim ishonmayapti. Hozircha ularga aytmay tur. Kelishdikmi? Bo'ldi. Shartnomani olib qo'y. Boshqa ish bo'lmasa, ketishing mumkin. Xo'p. Aytgancha kichik janob Van, agar tijorat ko'chasida biror muammoga duch kelsangiz, to'g'ridan-to'g'ri menga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Jessia, Sinjao bilan boshqalarning oldiga borishingni aytgandim-ku. Sendan xavotir oldim. Nima, janob Lu seni xafa qildimi? Ha, yo'q. Janob Lu juda yaxshi odam. Ishonmayman. Van Yuan, bu o'zi nimalar bo'lyapti? Mayli, ochig'ini aytaman. Aslida men dunyoning eng boy odamining o'g'liman. Bu dunyoda pulga sotib olish mumkin bo'lgan biror narsa yo'qki, mening qurbim yetmasa. Ishonmayman. Ana ko'rdingmi? Aytdim, sen esa ishonmayapsan. Hayya. Esimda yaqinda kimdir agarda bu mashina rostdan ham unga sovg'a qilingan bo'lsa, menga nimadir berishini aytgandi. Xo'sh, uni hozir berasanmi yoki boshqa kunimi? Men bersam beraveraman. Hoziroq beraman. Ola qol.
Nima, sen menga shuni bermoqchimiding? O'zing nima berishini kutayotganding? Men Tushunarli. Vanyuan, sen Jao bilan boshqalar karaokega ketishdi. Biz ham boramizmi? mayli. Bugun tug'ilgan kuning. Sen bilan ko'proq vaqt o'tkazaman. Shu bahonada Lu Hayfen tijorat ko'chasini qanday boshqarayotganini ham ko'raman. Karaoke. Qani, sinfdosh? Jisya? Uni nega boshlab kelding? Janob Lu uni o'ldirib qo'ymadimi? Hammasi joyida, Jao. Janob Lu juda yaxshi inson, xavotir olma. Vanyuan, jonga tegib ketding-ku. Shu yergacha sudralib kelding.